Qadrdonlar, bugun men 54 yoshni qarshiladim. Bugungi YouTube videomizda mana shu yillar mobaynida yoshligimda, maktabda paytida, studentligimda, uylanganimdan keyin bolalar tarbiyasida ishlayotgan paytimda, do'stlar o'rtasida, umuman hayotda nima fikrlarga, nima xulosaga kelganlarim haqida sizlarga aniqroq ma'lumotlar, qiziqarli ma'lumotlar bermoqchiman. Men 1971-yil 10-mayda Samarqandda Urgut tumanida tug'ilganman. Bitta narsaki, hozirgacha men o'sha mo'jizalarga, ertaklarga ishonaman. O'sha narsalar menga hozirgacha bir motivatsiya beradi. Yangi yil bo'ladimi, Qorbobo deymizmi, hozirgacha o'sha ertak mo'jizalarga ishonaman. Bu nima uchun shunaqa bo'lgan? Chunki yoshligimizda bizlar ko'p ertaklar eshitardi. O'sha otamiz, onamiz, boshqalar ko'p ertaklar aytib berardi. Ko'p ertaklar biz o'qirdik. Mana shu uchun hozir internetga kirib har xil bo'lgan narsalar borib ko'p ko'radi. Yo'q, bizlar o'sha o'ynardik ko'chalarda, erta ko'p narsalarga gaplashardik. Ko'pincha ertak kitoblar o'qib, ertaklar eshitib, shuni xayol qilib uxlab qolardik. Shuning uchun hozirgacha o'sha mo'jiza ertaklarga ishonib yashaymiz. Ikkinchi xulosam, har qanday sharoitda maktabda nima bo'lsa ham yaxshi o'qish kerak. Nima bo'lsa ham oliy ma'lumoti bo'lish uchun birinchi sinfdan boshlab yaxshi o'qish kerak. Mana sinfdoshlarim aytadi, Faxriddin sen to'g'ri qilgansan. Biz o'ynab yurardik, boshqa qilib yurardik, lekin darsdan qochardik, xuliganlik qilardik. Lekin sen ham xuligan eding boshqa, lekin baribir ham birinchi o'rinda o'qishingni zo'r qilib qo'yarding dedi. Sababi, men birinchi sinfdan 10-sinfgacha haqiqatan a'lochi o'qiganman. Bu maqtanish emas, bor narsa. Hammasini 5 bahoga topshirganman. Olimpiadalar bo'ladi, matematikadan bo'ladi, ximiya, biologiya bo'ladi, hammasidan olimpiada, rayon olimpiadalaridan doim birinchi o'rinda olganman. Mana shu narsa ensiklopedist derdi meni Faxriddin dedi. Chunki hamma krujok bizlarda 8 ta krujok bo'lardi, to'garak. Hamma to'garakka qatnashardim. Endi aytmoqchimanki, umrimda oxirigacha o'sha maktabda o'qigan hamma predmetlar hozirgacha kerak bo'lar ekan. Uchinchi xulosam, har qanday sharoitda inson o'zini sevgan insoniga, sevgan qiziga uylanishga harakat qilish kerak. Birovda puli bor, boy, kambag'al, mana shunday gaplarga e'tibor bermas kerak. Sevgini narxi yo'q. U doim muqaddas sevgi. Masalan, men 10-sinf bo'lganman, Yulduz 8-sinf bo'lgan, bir-birini sevishib qolganmiz. Yulduzxonni ko'ndirishim oson bo'lmagan, yarim yil, bir yil vaqt ketgan. U paytda internet, Telegram, Instagram bo'lmagan. Xato orqali shunaqa qilganmiz. Juda uchrashuvimiz qiyin bo'lgan. Lekin sevgi, muhabbat nihoyatda kuchli bo'lgan. Mana shu o'zimdan o'zim bir xil paytda uyalaman. Yulduzxon bilan birinchi uylangan paytlarimiz, birinchi, ikkinchi, uchinchi yillari ozgina yoshlik qilganman, noto'g'ri ishlar qilganman. Yulduzxonda salgina urushgan joylarim bo'lgan, hattoki shapallagan joylarim ham bo'lgan. Endi 54 yoshga kirib shu fikrga keldimki, har qanday sharoitda o'sha yoshlikdan boshlab mana shu er-xotin bir-birini hurmat qilish kerak ekan. Romantikani saqlash kerak. O'sha nafis, o'sha romantikani saqlab turish kerak. Men afsuski, dunyo tashvishlari bilan bo'lamiz, pulimiz bo'ladi, bo'lmaydi, boshqa mayda-chuyda problemalar bilan er-xotinlar bir-birini urushib boshqa narsa qilib qoladi. O'sha yoshlikdagi to'ygacha bo'lgan romantika, o'sha mehr muhabbat ancha kamayib ketadi. Shuning uchun har qanday sharoitda meni fikrim shundayki, har qanday tashvish bo'lishidan qat'iy nazar bir-birovga inson muhabbatini saqlab qolish kerak. Qiyin bo'lsa ham saqlab qolish kerak. Har xil surprizlar qilib, hech bo'lmasa 3 donagina oddiygina arzongina gul bo'lsa ham sovg'a qilib, sen meni baxtimsan, sen meni hayotimsan, sen bor meni farzandlar meni dunyoga keltirding, boringga shukr. Seni tug'dirgan, seni dunyoga keltirgan avvalambor Alloh, qolaversa ota-onangga mingdan ming rahmat deb faqat ko'ngilni ko'tarib yaxshi gap gapirsangiz, ayol uchun mana shuni o'zi nihoyatda katta baxt bo'ladi. Unda ham qiyinchilik bo'ladi, homiladorlik deydi, farzand tug'ish, kechalari uxlamay chiqish, qancha qiyinchiliklar ayollarimiz o'tkazadi boshda. Biz erkaklar u narsani tushunmaymiz. Biz pul topamiz, ishlayapmiz, faqat o'zimizni maqtaymiz. Lekin ayollarda mana shu mehnatni hisobga olib, romantikani saqlab, sevgi, muhabbatni saqlasangiz, u keyinchalik yana ham kuchayib boraveradi. Uzoq umr ko'rishingizga sabab bo'ladi mana shu oilaviy er-xotin o'rtasida bo'ladigan baxt deb o'ylayman. To'rtinchi xulosa, odam qilayotgan ishiga mehr muhabbat bilan yondashish kerak. Yaxshi ko'rib, chin dildan, yurakdan, qalbdan yondashish kerak. Ana shundagina hammasi yaxshi bo'ladi. Yoki qaysi kasbni tanlamoqchi bo'lsangiz ham, o'zingizga yoqqan kasbni tanlab,
shunga mos bo'lgan institutga kirish kerak. Masalan, men o'zim meditsinani 8-7-sinfdan boshlab medik bo'laman deb nihoyatda harakat qilganman. Ximiya, biologiya, odam anatomiyasi, biologiya hammasini yaxshi o'qiganman. Institutga ham yaxshi baholarni ham kirganman. Samarqand meditsina institutidan. Samarqand meditsina institutida biz 6 yil o'qiganmiz. 6 yilda 88 ta demak predmetni topshirganmiz. Deyarli hammasini 5 baho olgan. Bir xillarini отлично ham a'loni a'losi darajasida biz topshirganmiz. Bu hozirgacha mana 54 yoshga kelgan bo'lsam, shuncha yil o'qiyotgan bo'lsam, hozirgacha mana shu institutda o'qigan fanlarim shu narsa hozirgacha menga foyda beradi. Eng asosiysi o'zim xohlagan kasbni tanlab, o'zim xohlagan institutga kirganim uchun mana bu kasbni men sevib, ardoqlab, mana shu sharafli, murakkab, lekin qiyin kasb bo'lsa ham mana shu narsani tanlaganimdan o'zimdan o'zim xursand bo'lamanki, bu ham meni baxtimni va qasrini paydo bo'lishi uchun o'zim xohlagan kasbni tanlaganimda o'zi juda katta ahamiyatga ega deb o'ylayman. 5-xulosa. Doktor o'zini patsientlarini nihoyatda sevish kerak. O'zini yaqin qarindoshlaridek sevish kerak. Har bitta narsasiga e'tibor berish kerak. Uni qalbini, so'zini, hammasini eshitib, shunga qarab ish qilish kerak. Rinoplastika bu nihoyatda meditsinaning nozik sferalaridan. Juda ko'p rinoplastlar bilan rinoplastikani boshladi-yu, lekin yarmidan ko'pi qaytib chiqib ketdi. Sababi mana shu patsientga nisbatan hurmati nihoyatda ko'p emasligidan deb o'ylayman. Sababi keladigan patsientlarimizda 50% dan ortiq, ayniqsa chet elliklar nihoyatda asabi nozik bo'ladi. Chunki burun o'rtada, burun yuzda joylashgan bo'ladi. Ozgincha 1 millimetrlik asimetriya, ozgina nafas olishda qiyinlashi ham patsientlar bilan vrachlar o'rtasida katta janjal keltirib chiqaradi. Mana shu narsadan ko'plar qochib, asabi to'g'ri kelmasdan ko'plar rinoplastikani chiqib ketib, yana o'zini lor xirurgiyasini davom ettiradi. Lekin men rinoplastikanidan bu meni maqsadim umrimning oxirigacha rinoplastikani yana ham rivojlantirish. Shu to'g'risida nechta kitoblar yozdim, maqolalar Amerikada, Yaponiyada, Londonda maqolalarim chiqdi, boshqa. Shunchalik hurmat qilaman. Har kuni o'rganib ketish kerak, o'rganish kerak rinoplastikani. Shuning uchun mana kelayotgan patsientlarimda 12-kun yechganimda doktor, rahmat sizga. Burnim menga yoqdi, nafasim yaxshi bo'ldi, o'zi chiroyli bo'ldi deb yig'lab meni quchoqlab, xursandligidan quchoqlab qoladi-ku. Mana shu narsa men uchun juda katta baxt deb o'ylayman. 6-xulosa. Men bir narsaga e'tibor berdim, yoshligimdan shu ota-onam meni ko'p urushmagan ekan. Menga doim erkinlik berib, faqat maqtab, sen Faxriddin qo'lingdan kelasan, sen zo'r yigitsan, sen polvon yigitsan, xudo xolasa hammasi qo'lingdan keladi degan gaplarni ko'proq aytardi, ko'p urushmagan ekan. Xuddi shu narsani men davom ettirib, mana shu 3 ta qiz farzandim, o'g'il Hasan Husanlar hozir xudoga shukrlar Amerikada o'qishyapti. Mana shu tarbiyasida ham bolalarga mana shunaqangi ko'proq erkinlik berdim. Bir xillar ota-onalar bir kunda kamida 10 marta bolasini urishadi. Bir narsa desa ishonmaydi, qo'liga pul berishda ishonmaydi, boshqa narsa qilmaydi. Ishonmagandan keyin bolalar ham ota-ona menga ishonmaydi deydigan bir xil joyga kelganda yolg'on ham gapirib yuboradi. Shuning uchun men mana shu bolalarimga men sizlarga ishonaman. To'g'ri qilasizlarmi, noto'g'ri qilasizlarmi? Sizlar meni farzandlarim, sizlar zurriyotsizlar. Bizda davomchimiz sizlar. Xudo xolasa qo'llaringdan keladi. Hali vaqt soati keladi. Xudo shunaqa beradiki, biliming ham zo'r bo'ladi, baholaring ham zo'r bo'ladi. Zo'r joylarga o'qishga kirib ketasan. Lekin o'qishga kira olmasang ham yaxshi inson bo'lsang bo'ldi bolam deb bo'yniga ko'p yuklashlarni men qo'ymaslikka harakat qilganman. Shuning uchun mana shu institutga kirish kerak bo'lsa, o'z bilimingni ham kirish kerak. Mana hamma sharoit bor, qo'lingdan keladi. Ozgina e'tibor berib o'qishlarga kir. Baribir o'qigan odam yaxshi bo'lar ekan, men o'zimdan bildim deb yaxshi psixologiyasiga ta'sir qilish kerak. Tabiatga chiqqanda, ko'chada, piyoda yurganda, yaxshi kayfiyat bo'lganda urushmasdan chiroyli qilib aytib shunaqangi qilishga harakat qilish kerak. Mana shu Hasan Husanlar Amerikada o'qishadi, boshqada. Men aytaman, bolalarim, sizlar meni faxrimsizlar, g'ururimsizlar. Men sizlarga ishonaman. Qayerda bo'lsanglar ham omon bo'linglar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi deb qo'yaman, bo'ldi. Bir xil payti bo'ladi, endi o'g'il bola ho'kiz deydi-ku, bir xil payti bir-biridan urush qilib qoladi, yo ko'chada bir qilib qoladi. Shunda ham ular tarafini olmasdan, boshqa narsa qilmasdan doim yaxshi tarbiyalashga harakat qilganman. Eng asosiysi erkinlik. Ko'plar aytadi, bir ikki oy erkinlik berdim, o'zidan ketib qoldi.
qoldi. Yo, men bilaman unaqa erkinlik bermagansizlar. Baribir sizlar tekshirib yurgansizlar. Bola doim kontrol ostida bo'lgandan keyin bolani o'zini fikri bo'lmay qoladi. Robotga o'xshab qoladi. O'zidan o'zi bir surpriz qilish, o'zidan o'zi bir maqsadlarga erishish, o'zidan o'zi harakat qilishlardan hammasidan to'xtab qoladi. Ota-ona nima desa shuda degan fikrga kiradi. Shuning uchun og'aylar, farzandlaringizni agar rostdan ham yaxshi ko'rsangiz, ularga ozgina erkinlik bering. Ana shunda siz o'ylaganingizdan ham zo'r yaxshi bo'ladi. Eng asosiysi yaxshi inson bo'ladi. 7-xulosa. Hammaga ishonish yomon, lekin ishonmaslik bu falokat. Shuning uchun aytmoqchimanki, baribir ishonishni davom ettirish kerak. Mana meni hayotimda ham ko'p voqealar bo'ladi. Har yili 3-4 marta baribir meni aldashadi yoki pul olib qaytarib bermaydi, telefonni ham ko'tarmaydi. Bunga o'xshaganlar menda yuzlab bor. Lekin baribir ham men ishonishni davom ettirishim kerak. Chunki agar ishonmaslikda bir boshladingizmi, do'stlaringizga ham ishonmay qolasiz, qo'ni-qo'shningizga ham ishonmay qolasiz. Eng yomoni o'zingiz farzandlaringizga, hattoki o'zingizning xotiningizga ham ishonmay qo'yasiz. Bu falokat. Bu hayotda nima kerak bor? Ba'zigina bir-biridan non, yarim kosa suyuq ovqat bilan qornimiz to'yadigan hayot bo'lsa, mayli shu oldida deb o'lib qolmadimiz-ku. Shuning uchun ishonmaslik, orqadan tekshirib yurish, g'iybatlar qilish, boshqa bir narsalar eng yomon falokat, insonda eng razil holati mana shu deb o'ylayman. Shuning uchun og'aylar, baribir hayotimda, men o'zimda hayotimda shunaqa ko'p narsa bo'lganki, shu ishongan odamlar ko'pchilik aldaydi, lekin baribir yaxshilik davom ettirgandan keyin ichidan shunaqa odamlar chiqqanki, ular menga 2 barobar emas, 10 barobar emas, 100 barobar emas, undan ham ko'p yaxshilik qilishga qilgan. Yaxshilik qilish qaysi ma'noda shuncha pul bermagandir, lekin meni hayotimni o'zgartirib olishga sababchi bo'lgan. Shuning uchun mana shu baxtli yashashlarimdan yana bir sabablardan bittasi, insonlarga har qanday sharoitda aldanib qolishingizni bilasiz, bilmaysiz, har qanday sharoitda yaxshilik qilishni davom ettirish kerak. Ana shunda siz buyuk maqsadlarga hech boshqa narsaga e'tibor bermasdan, asablanmasdan, ishonmagan odamingizdan urush qilib, janjal qilib, boshqa narsa qilmasdan buyuk maqsadlarga aniq yo'l bilan ketaversangiz, ana shunda ko'p narsaga erishib, omadli inson bo'larsiz. 8-xulosa shuki, bu hayotda odam hech narsadan qo'rqmasdan maqsadlar sari erishishga harakat qilish kerak. Risk qilishdan qo'rqmaslik kerak. Masalan, men hayotimda ko'p narsa bo'lgan. Saman qishloqdan chiqqanman, kolxozda bolagisida ishlayman-da, punktida ishlayman deb. Yo'q, undan keyin Urgut, undan keyin Samarqand, undan keyin Toshkent. Mana endi butun dunyoda Moskva, Sankt-Peterburg yoki o'sha Olma-ota, Bishkek, har xil shaharlarda operatsiya qilaman. Dunyoni kezib, boshqa narsa qilib konferensiyalarga boraman. Mana shu risk qilishdan qo'rqmay. U ham mayli, mana tinchgina, kichkina familiya klinikasi arenda va ijarada ishlab turdim. 3 so'm bor, qora-qoralarim qaynab turdi. Lekin mana risk qilib katta famid klinikasini ochyapman. Endi bu yerda 50 dan ortiq ishchi bo'ladi. Shuncha yana problema, muammolar paydo bo'ladi. Lekin baribir ham niyatingiz bormi? Hech narsadan qo'rqmasdan davom ettirish kerak. Lekin baribir har bitta muammo bizlarga nima deydi, yomonlik keltirmaydi. Undan qo'rqmangizlar. Har bir muammo bizlarda yana ham nima deydi, mustahkam bo'lishimizga, yana ko'p narsalardan saboq olishimizga sabab bo'ladi-da, keyingi qadam boshlamamizda mana shu narsaga e'tibor beramiz. Lekin har narsadan ehtiyot bo'lib, har narsadan qo'rqib, bir ramkani ichida yashash bu yaxshi emas. Har qanday sharoitda necha yil yashashdan qat'iy nazar, faqat bir maqsaddan qo'rqmasdan davom ettirish kerak. 3 yildan keyin yana bir boshqa maqsadim paydo bo'lar. Xudo xolasa siz bilan biz uzoq umr birga ko'raylik. Yaxshi kunlarda, to'ylarda birga bo'lib, keksarib 90-100 yoshga kirganimizda ham mana shu kamerada orqali sizlar bilan shunda ham u hayotimni olgan o'zini saboqlarimni sizlar bilan Xudo xolasa ulashib beraylik. 9-xulosa. Mana shu yoshimgacha apteka sohalarida, mana to'yxonalar bo'ldi, mana klinikalar ochdi, mana shunday kollektiv yuzlab odamlar meni o'z qo'limda ostida ishladi. Shunda bitta narsaga e'tibor bermoqchimanki, shu kollektivda ishchilaringizni nihoyatda hurmat bilan qarang. Mayli shuning ichida 10%, 5% sizni aldab boshqa qiladi, lekin baribir ham har kuni ularni urushib, sen undaysan, bundaysan deb hadeb unaqa yomon gapirmasdan, Xudo xolasa hammamiz bitta oilamiz, bir yoqadan bosh chiqarib, deydi g'iybat
davlat mana shularni hammasini to'xtataylik-da, bitta oila bo'lib, mana shu firmamiz rivojlansin, shu klinikamiz rivojlansin deb ularga faqat yaxshi motivatsiya bersangiz, ular xursand bo'ladi. Mana shu ishchilar ham hozir kapitalizm tuzumi hozir. Har kuni ertalab 8 dan kechqurun 5, 6, 7, 8 gacha mana shu ishxonada bo'ladi. Uyga dam olishga borishni uxlaydi, ertalab yana keladi. Bitta yashanma kuni dam olmasa. Shu uchun asosiy uyi o'zi aslida bu ishxona bo'lib qolyapti hozirgi paytda. Shu uchun iloji boricha ularga motivatsiya berib, iloji boricha yaxshi oyliklar berish kerak, ularga qo'shimcha bonuslar berish kerak, mukofotlar berib turish kerak. Mana shunaqa qilsangiz, ularda ham bola chaqasi bor, ularda ham qora ko'zlar uyda kutib o'tiribdi. Ayajon, dadajon, menga bugun qo'g'irchoq olib kelib berasizmi? Ayajon, menga bugun mashinachi olib kelib berasizmi deb o'tirganlar qancha ularda. Shu uchun shunaqangi oylik berish kerak, to'g'ri o'ylash kerak. Shu oylik berayotgan oyligim shuni bola chaqasiga, boshqasiga, yeyish-ichishga, orzu havosiga yetyaptimi, yo'qmi deb. Ana shu narsani albatta e'tibor berib, ishchilarga iloji boricha tuzukroq oylik berib, motivatsiya berib shunaqa qilsangiz, u ham sizni klinikangizni, sizni firmangizni, sizni ishxonangizni rivojlantirish uchun jonni kuydirib ishlaydi. Shu bahona o'sha kollektiv ham yuqori darajaga erishadi deb o'ylayman. Va oxirgisi 10-xulosa. Har qanday sharoitda qarindosh urug'ingiz bilan yaxshi munosabatda bo'ling. Bu ozgina ortiqcha bo'lsa ham ularning xizmatini qiling. Ushtursin berish kerakdir, to'y yig'inlarda xizmat qilish kerakdir, bilansizlar yordam berish kerakdir, uyingizga kelsa mehmon qilish kerakdir. Lekin nima bo'lsa ham jigarlaringiz, aka-ukalaringiz, opa-singillaringiz, amakingizning bolalari, tog'angizning bolalari bilan, mana shular bilan ota-onangizni hammasini hurmat qilib shu darajada olib boringki, oson emas qarindosh urug'chilikni olib boring. Lekin bu juda ham muhim narsa. Agar sizni qarindoshlaringiz kutayotgan bo'lsa, siz uchun katta baxt. Siz qarindoshingizni kutib olib dasturxonda choyli qilib bezab kutib olasizmi? Siz uchun katta baxt. Agar mana shu narsa ahil-inoqchilik davom etsa, inson keksarganda ham 60-70 ga kirganda ham xudo xolasa, shu qarindosh urug'lar rishtalaridan davom etganligi uchun ham hayot yana ham qiziq bo'ladi. Yana ham uzoq umr inson ko'radi. Ana shundagina men o'ylaymanki, inson o'zini baxtiyor his qilib, hamma bilan birga bilib, sog'-salomat o'ynab kulib yuradi. Azizlarim, mana shu o'zimda fikrimda 10 ta xulosamda aytdim-da. Men aytmoqchiman, mana 54 yoshga kelib, bu kunlarga ham yetganlar bor, yetmaganlar bor. Hali ko'ngil yosh. O'zimiz ham qarib qoldik, lekin niyatlarimiz hali ko'p. Xudo xolasa, mana shu menga minglab shunaqangi savollar keladi. Doktor Faxriddin, o'zingiz fikrlaringiz, tarbiyalaringiz, o'zingiz xulosalaringizni aytib turing. Bizga qiziqarli. Mana YouTube'da, Instagram, Facebook, Telegramda ko'rsa, butun oilamiz bilan biz ko'ramiz, televideniyada ko'ramiz. Shuning uchun bizga qiziq degani uchun bugun nima uchundir nima deydi, qulpi dilim ochilib ketdi-da, yurakdan sizlarga aytdim. Chunki bugun kayfiyatim yaxshi. Bugun meni shukrona kunim, bugun men tug'ilgan kunim. Hozir hamma tanishlar yig'iladi, qarindoshlar yig'iladi, bir joyda bir piyola choy ichib, suhbat qilib o'tiramiz. Shuning uchun og'aynilar, xudo xolasa 54 yosh bu hali, bundan keyin inson yana yosharish mumkin. Har kuni ozgina trenirovkam bor, o'z vaqtida choyimni ichib, o'z vaqtida qilib har narsaga nerishit qilmasdan sizlar bilan birgalikda xudo xolasa mana shu shuncha meni obunachilarim bor, bir-birini birga bo'lib, yaxshi kunlarda, to'ylarda birga bo'laylikda, birgalikda uzoq umr ko'raylik. Sog' bo'lingizlar.